Qaysi kasblar 10 yilda yo'qoladi va yangi kasblar paydo bo'ladi? Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz siz bilan juda muhim va har birimizga tegishli mavzuni muhokama qilamiz. Sizning hozirgi kasbingiz 10 yildan keyin ham mavjud bo'ladimi yoki balki siz hali o'qiyotgan bo'lsangiz, tanlagan yo'nalishingiz kelajakda talab qilinadimi? Keling birga bilib olaylik. Birinchi navbatda qaysi kasblar yo'qolish xavfi ostida ekanligini ko'rib chiqamiz. Va sizni darhol tinchlantirib qo'yay. Bu kasblar bir kunda yo'qolmaydi, lekin ularning soni keskin kamayadi va talabi pasayadi. Kassirlar va savdo xodimlari. Amazon Go do'konlarini eshitganmisiz? Siz ichkariga kirasiz, kerakli mahsulotlarni olasiz va shunchaki chiqib ketasiz. Hech qanday kassir, hech qanday navbat. Kameralar va sun'iy intellekt hamma narsani hisoblab, kartangizdan avtomatik yechib oladi. 2026-yil holatiga ko'ra, dunyoda 4000 dan ortiq bunday to'liq avtomatlashtirilgan do'konlar ishlayapti. Walmart, Tesco, Carrefour kabi yirik kompaniyalar kassirlar sonini 60% ga qisqartirdi. Self-checkout, o'z-o'zidan to'lov kassalari hozir global standartga aylandi. 10 yildan keyin oddiy kassirlar kasbi deyarli yo'qoladi. Haydovchilar, bu eng katta o'zgarishlardan biri. Tesla, Waymo, Cruise kompaniyalari avtonom avtomobillar ustida ishlayapti. 2026-yilda San Fransiskoda, Phoenixda va Los Angelesda haydovchisiz taksilar odatiy holga aylangan. Xitoyda BYD va Baidu kompaniyalari 50 dan ortiq shaharda avtonom transport xizmatini taqdim etmoqda. Yevropa ittifoqi 2030-yilgacha yuk tashish sohasida 40% avtomatlashtirishni rejalashtirmoqda. Bu faqat texnologiya emas, bu iqtisodiyot. Kompaniyalar uchun avtonom transport 70% arzonroq va 90% xavfsizroqdir. Oddiy darajadagi tarjimonlar. Google Translate har kuni yaxshilanmoqda. ChatGPT va Claude hozirda 80 dan ortiq tilda deyarli mukammal tarjima qiladi. 2025-yilda chiqarilgan Meta kompaniyasining Seamless M4T tizimi 100 tilni real vaqtda tarjima qiladi. Apple AirPods Pro va Samsung Galaxy Buds kabi quloqchinlar real vaqtda tarjima qiladi. Siz ingliz tilida gapirasiz, ikkinchi tomondagi odam ixtiyoriy tilda eshitadi. Oddiy hujjat tarjimasi, sodda suhbat tarjimasi uchun inson tarjimonlarga ehtiyoj qolmaydi. Lekin e'tibor bering, murakkab, professional, adabiy, tibbiy va yuridik tarjima hali kerak bo'ladi. Bank xodimlari. Mobile banking inqilobi to'liq kuchga kirdi. JP Morgan, Bank of America va HSBC kabi global banklar 2026-yilda filiallar sonini 35% ga qisqartirdi. Pul o'tkazish, kredit olish, investitsiya qilish, hisob ochish, hammasini mobil ilovada qilasiz. Revolut va N26 kabi raqamli banklar umuman fizik filialga ega emas. Sun'iy intellekt kredit so'rovlarini 1 daqiqada tahlil qiladi. Ilgari bu 2 hafta davom etar edi. Ma'muriy xodimlar va kotiblar. Microsoft 365 Copilot, Notion AI va boshqa vositalar yig'ilishlarni avtomatik rejalashtiradi, hujjatlar yaratadi, email yuboradi. 2026-yil tadqiqotlariga ko'ra, Fortune 500 kompaniyalari ma'muriy ishlarni 80% avtomatlashtirgan. Zoom va Teams uchrashuvlarni avtomatik yozib oladi, xulosalar chiqaradi va vazifalarni taqsimlaydi. Bu xodimlar butunlay yo'qolmaydi, lekin ularning soni 75% kamayadi. Kol markaz operatorlari. OpenAIning 2024-yil dekabr oyida chiqargan Voice API tizimi insondan farq qilmaydigan darajada suhbatlashadi. Google Duplex restoranga qo'ng'iroq qilib, stol band qiladi va siz buni sezmaysiz. Amazon, Shopify va AliExpress chatbotlari mijozlarning 85% savollariga javob beradi. Ular 24 ga 7 ishlaydi, charchamaydi, xato qilmaydi. McKinsey kompaniyasining 2025-yil hisobotiga ko'ra, kol markaz ishlarining 90% keyingi 5 yilda avtomatlashadi. Endi eng qiziqarli qismi kelajak kasblari. Bular hali ko'pchilik eshitmagan, lekin 5-10 yildan keyin eng talab qilinadigan kasblar bo'ladi. AI Prompt Engineers, ChatGPT, Cloud, Midjourney, Stable Diffusion kabi sun'iy intellektdan to'g'ri natija olish uchun to'g'ri savol berish kerak. Bu san'at va fan. Misol uchun, rasm chiz deyish bilan cyberpunk uslubida tungi shahar, yomg'ir yog'ayotgan neon chiroqlar, cinematic lighting, 8K resolution deyish orasida katta farq bor.
LinkedIn ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda bu mutaxassislarga talab 340% ga oshdi. Ularning oylik maoshi Amerikada $175,000 dan $300,000gacha. Anthropic, OpenAI va Google kompaniyalari maxsus prompt engineering bo'limlarini ochmoqda. Dron operatorlari va muhandislari. Dronlar hozir faqat fotosurat uchun emas, qishloq xo'jaligida ekin tekshirish, to'g'ri sepish, qurilishda monitoring, yuk tashish, xaritalar tuzish, hatto tibbiyotda dori yetkazishda qo'llanilib kelmoqda. Amazon Prime Air 2025-yilda dron yetkazib berish xizmatini boshladi. 30 daqiqada buyurtma. Zipline kompaniyasi Afrikada tibbiy jihozlarni dronlar orqali yetkazib bermoqda va 2 million odamga yordam berdi. DJI, Skydio kabi kompaniyalar tez o'sib bormoqda. World Economic Forum ma'lumotlariga ko'ra, 2030-yilga kelib 1,5 million dron operator va muhandis kerak bo'ladi. Kiberxavfsizlik mutaxassislari. Har kuni 450 mingdan yangi malware zararli dastur paydo bo'lmoqda. 2025-yilda global kiberjinoyatdan zarar $10,5 trillion tashkil etdi. Kompaniyalar, davlatlar, banklar hammaga kiberxavfsizlik kerak. CyberSeek platformasining 2026-yil ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda 4,8 million kiberxavfsizlik mutaxassisi yetishmayapti va bu raqam ortib bormoqda. Ethical Hacker. Oq qalpoqli hakkerlar yiliga $150,000 dan $500,000gacha ishlaydi. IBM, Cisco, Palo Alto Networks kabi kompaniyalar bu mutaxassislarga juda katta investitsiya kiritmoqda. Data Science ma'lumot tahlilchilari har kuni 328,77 million terabayt ma'lumot yaratilmoqda. Kompaniyalar katta hajmdagi ma'lumotlarni to'playdi, lekin ularni tahlil qilish, foydali xulosalar chiqarish uchun maxsus mutaxassislar kerak. Netflix qanday biladi siz qaysi filmni yoqtirishingizni? Data Scientist tahlil qiladi. Spotify qanday mukammal playlist yaratadi? Data Scientist mukammal tahlil qiladi. Glassdoor platformasiga ko'ra, Data Scientist Amerika va Yevropada eng yaxshi 3 kasb orasida. O'rtacha maosh $130,000. Virtual and Augmented Reality Developments Meta kompaniyasi virtual reallikka $50 milliard sarmoya kiritdi. Apple Vision Pro 2024-yilda chiqdi va texnologiya olamini o'zgartirdi. Bu mix reality ko'zoynak. 2025-yilda PlayStation VR 2, Meta Quest 3 va HTC Vive sotuvlari 18 million donadan o'tdi. Microsoft Mesh platformasi virtual ofislarni yaratmoqda. Siz uyda o'tirib virtual ofisda ishlaysiz. Unity va Unreal Engine dasturchilari juda talab qilinmoqda. Bu soha hali boshlanish bosqichida va imkoniyatlar cheksiz. Genetik maslahatchilar 23andMe kabi kompaniyalar DNK testini $99 ga taklif qilmoqda. Sizning DNKngizni tahlil qilib, qaysi kasalliklarga moyilligingizni, qaysi dori-darmonlar sizga mos kelishini aniqlash mumkin. CRISPR texnologiyasi genetik kasalliklarni davolashga imkon bermoqda. Genetik maslahatchilar bu odamlarga ularning genetik ma'lumotlarini tushuntiruvchi, sog'lom turmush tarzi bo'yicha maslahat beruvchi mutaxassislardir. NSGK ma'lumotlariga ko'ra, bu kasbga talab 2030-yilgacha 16% ga oshadi. Sustainability menejerlari, ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish bu endi moda emas, zaruratdir. Paris Agreement bo'yicha mamlakatlar 2050-yilgacha karbon neytral bo'lishi kerak. Kompaniyalar yashil bo'lishi shart. Kam energiya sarflashi, chiqindilarni kamaytirishi va qayta ishlashi. Tesla elektroavtomobillari, Beyond Meat o'simlik go'shtlari, Solar Panels, bular hammasi sustainability harakati. ASG kompaniyalarining ekologik va ijtimoiy mas'uliyati standartga aylandi. LinkedIn ma'lumotiga ko'ra, sustainability bo'yicha ishlar 2022-yildan 2026-yilgacha 400% ga oshdi. Sun'iy intellekt etikasi bo'yicha mutaxassis. Bu mutlaqo yangi kasb. Sun'iy intellekt kuchli asbob, lekin xavfli ham bo'lishi mumkin. Deepfake videolar, noto'g'ri ma'lumotlar. AI Ethics ofitser sun'iy intellekt tizimining adolatli, xavfsiz va shaffof ishlashini ta'minlaydi. OpenAI, Google DeepMind, Anthropic kompaniyalarida bu mutaxassislar bor. 2025-yilda Yevropa Ittifoqi AI Act qonunini qabul qildi. Sun'iy intellekt uchun qoidalar. Har bir AI ishlab chiqaruvchi kompaniyaga bunday mutaxassis kerak bo'ladi. Endi eng muhim savol: biz nima qilishimiz kerak? Birinchidan o'rganing. Texnologiyalarni o'rganishga hech qachon kech emas. 40 yoshda ham dasturlashni boshlash mumkin.
Coursera, Udemy, Khan Academy va shu kabi bepul yoki arzon kurslar internet tarmog'ida to'la. YouTube'dan ham minglab bepul darsliklar topishingiz mumkin. Ikkinchidan, moslashuvchi bo'ling. Bir kasbni umrga tanlash davri o'tdi. World Economic Forum ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi yoshlar hayoti davomida 5-7 marta kasb o'zgartirishi kerak bo'ladi. Bu normal va bu kelajak. Uchinchidan, soft skills rivojlantiring. Kreativlik, tanqidiy fikrlash, muloqot qilish qobiliyati. Bularni robot almashtira olmaydi. Harvard Business School tadqiqotlariga ko'ra, yuqori lavozimli ishlarning 85% soft skills talab qiladi. Texnik bilimlar muhim, lekin inson ko'nikmalari muhimroqdir. To'rtinchidan, ingliz tilini o'rganing. Barcha yangi bilimlar, kurslar, ishlar, texnologiyalar ingliz tilida. Duolingo, Babbel, Italki kabi ilovalar yordam beradi. Bu endi tanlov emas, zaruratdir. Beshinchidan, AI bilan do'st bo'ling. Sun'iy intellektdan qo'rqmang, uni ishlatishni o'rganing. ChatGPT, Cloud, Gemini, Midjourney, GitHub Copilot, Notion AI bular sizning yordamchilaringiz, raqibingiz emas. Ularni har kuni ishlating. Aziz tomoshabinlar, o'zgarishlar qo'rqinchli tuyulishi mumkin, lekin tarix shuni ko'rsatdiki, har bir texnologik inqilob yangi imkoniyatlar yaratadi. 100 yil oldin avtomobil paydo bo'lganda, otchilar ishsiz qolishdan qo'rqishdi, lekin hozir nechta odam avtomobil sanoatida ishlaydi? Millionlab. Xuddi shunday sun'iy intellekt ba'zi kasblarni olib tashlaydi, lekin ko'plab yangi kasblar yaratadi. Biz faqat tayyor bo'lishimiz, o'rganishimiz va moslashishimiz kerak. Esda tuting, sizni AI almashtirmaydi, sizni AI dan foydalana oladigan odam almashtiradi. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Kommentariyada o'z kasbingiz haqida yozib qoldiring. Sizningcha sizning kasbingiz kelajakda qanday o'zgaradi?